Assalomu alaykum, hurmatli Instagram, YouTube obunachilari. Bu mangalimiz, shashik qozonimizni ko'rib bir bratimiz yaqin ekan. Shunga o'xshab yana bizni zakaz berdi. Hem setga pishsin dedilar, hem bizning jada shashik pishsin dedilar. Shunga qarab taqlab berdik. 25 sm etdik. Yillikini 50 sm etdik. Ponni 10 shashik pishadi, xudo xolos. Setga birebir o'nlashib turadi. Shashiklarım 10 yaqin pishadi, xudo. Chuqurlikka keladigan bo'lsa 8 sm etdik. Bo'yina keladigan bo'lsak, shashik turada keladigan 50 sm bo'ldi. Ponni bir ko'sa bilan o'tirib pishirsangiz bo'ladi. Shashik qozonlarimizni ko'chma etmaganmiz. Oyoqlarini ko'tarib yig'nab ko'tarib xohlagan joyga eksangiz bo'ladi. Kim shunday narsa kerak bo'lsa aytaverasizlar. Telefon nomerlari aytib 94 707 74 99.